Assalomu alaykum hammaga. Bizlar hozir kvartiradan nimaga qilib ketyapmiz? Produktda qilib kelgani. O'zimizda yeb ichishimizga. Nima edi? Hali aytilmaydigan joy bormi ekan? Mana Bolgariyaning 9 etажga SSR davridagi qilingan nimalar ekan uylar. Hozir katta sindrom degan metro degan sindromga boramiz. Aytgandek biz Bolgariyaning Varna shahrida Varna ana mashinalari bigga bo'lekan, bigga bo'lekan. Va 70-75 ligida bor deydik, shunday joyi bigga bo'lekan. Adashmasam mana shu tarafga ketamiz. Hozir video davomida nimani ko'rsataman. Mana video davomida yangi domlarni ham ko'rsatamiz. Ob-havo hozir bulut bo'lib turibdi, yomg'ir yog'ish arafasida. Bugungi kunimiz 17-fevral. Adashmasam bu yerda eski qurilish, bu yerda yangi qurilish. Yangi domlari loyli yo'llarida yuribmiz hozircha. Eski mashinasi juda ko'p ekan. Hali mexanika mashinasi. Traktor laqabli yengil mashina ko'p ekan. Mana 05 mashinasi. Davay. Ikkita sherga orqada qolib boryapti. Uni yetaklash bilan ovoraman dedik. Magazini. Kuchuklar ovqati bor ekan bu yerda. Itlarning ovqati. Mana mashinalar ustaxonasi, moyka, shunga o'xshash narsalar ekan. Bu yerda ikkita sherik kelyapti. Bu yer avtosalon ekan. Avtosalon. Pachaq mashinalar ham bor. Benz bor ekan, Toyota bor ekan. Mr. William mashina. Mana Ose otang gapirib qo'yibdi-ku. O'zimizni Captiva. Captivani kim ko'rgan? Nomerlarni ham zolotoy nomerlar qo'yib qo'yibdi. Captiva manada deydi-ku. Audio bor ekan. Mana biz hozir mana shu metro baza nimani ichiga kiramiz va informatsiya bilan ulashamiz.